Qiziq bir vaziyat. O'zbek tilida Instagramda ateistlar haqida salbiy fikrlarni targ'ib qiluvchi va shu bilan ateistlarni qoralovchi shaxs nimagadir o'zbek tilida ateistlarni himoyalovchi yagona shaxsni, ya'ni meni Instagramdagi ikkala akkauntimni bloklabdi. To'liq hikoyani keltiraman. Oxirgi 4-5 kun ichida juda ham ko'p tomoshabinlar menga bir xil iltimos bilan murojaat qilayotgan edi. Ular ma'lum bir Reelsni menga jo'natib, "Tot, qarang nima deyapti, javob bering iltimos" deb murojaat qilishayotgan edi. Lekin qizig'i shundaki, ushbu Reelslarni men ocha olmayotgan edim. Men uchun ushbu Reelslar nedostupni, o'chirilgan va shunga o'xshagan chiqayotgan edi. Ya'ni tushuna olmayotgandim, nima bo'lyapti bu yerda. Bugun ma'lum bo'ldiki, Elnur Meyd taxallusi ostidagi Instagram foydalanuvchisi, mana shu ateistlar haqida salbiy fikrlar targ'ibotchisi, meni bloklagan ekan, ikkala akkauntimni. Shu sababli men ushbu Reelslarni ocha olmayotgan edim. Ajoyib, tasavvur qiling, ateistlarni yomonlaydigan odam yagona mana shu ateistlarni himoyalovchi odamni bloklagan. Elnurbek, agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz va haqiqatan ham meni bloklagan bo'lsangiz, ishonchim komil, siz meni bloklagansiz, chunki isbotini keltirib beraman. 3 ta video keltiraman. Birinchisi umuman O'zbekistonga aloqasi bo'lmagan Instagram akkauntini keltiraman. Va o'sha joyda Elnurmey deb yozsa bemalol akkauntingiz chiqyapti va keyin mening ikkala akkauntimdan xuddi shu Elnurmey deb yozsa umuman siz chiqmayapsiz va sizning Reelslaringiz ham chiqmayapti. Ya'ni ochiq oydin siz meni bloklagansiz. Lekin kim biladi? Balki Instagram xatosi. Lekin agar haqiqatan ham siz meni bloklab ateistlarni qoralayotgan bo'lsangiz, g'ururingizga besh ketdim. Haqiqiy Don Kixot ekansiz. Ya'ni hayolingizda ajdarholar bilan urushib, men ajdarholarni yutyapman deyapsiz. Aslida ajdarho yo'q, chunki meni bloklab qo'ygansiz. Malades. Nima ham deyishim mumkin. Davom eting.